Xo'p, akalar, ko'pchilik Germanskiy deb yog' sotyapti. Dubay yog'larini ham, boshqa yog'larni ham Germaniya deb sotishyapti. Haqiqiy Germaniya yog' qanaqa bo'ladi? Men sizga ko'rsataman, qarang. Aveno haqiqiy Germaniya brendi va Germaniyaning o'zida ishlab chiqarilgan. Turkiya boshqa emas. Buni farqlash uchun idishni o'zida ham Made in Germaniya yoziladi. Idishni o'zida. Mana bu yog'ida mana katta qilib Aveno yozilgan bo'ladi. Qarasangiz, mana bu yerda mana Dexis 1 Gen 3. Buni bemalol gmdexis.com degan rasmiy saytdan tekshirib olsanglar bo'ladi. Mana gmdexis.com rasmiy sayt. Qarang. Aveno deb qo'yaman, mana Aveno manaki. 0.20 ga ham 5 ga 30 ga ham rasman Dexis'i bor bu. Bu shunchaki sharavar yozib qo'ygan emas. Endi akalar plombasini tekshiramiz. Plomba ham qayerdagi odam chiqadigan emas, mana oddiy plomba. Mana shu plombani mashina chiqaramiz, Damas, Matiz emas. Kobultdan ham Nexus'dan ham og'irroq bo'lgan Gentra'ni chiqaramiz. Qani bismillah. Bu yerga ekskavatorni xudo xolisa, inshaalloh ishonchli oqlaydi. Ketdik. To'xta, bitta. Haydi. Oh, manaki. Oldinroq haydang. Akalar, original moy mana shunaqa bo'ladi. Haqiqiy agar moylaringga ishonsanglar, liboychasiga tekshiruvdan o'tkazamiz. Liboy joyiga, liboychasiga javob beradigan moy mana shu bo'ladi. Haqiqiy Germaniya sifati, Germaniya mahsuloti. Xizmatdamiz, kelaverasizlar.